Assalamu alaykum, hurmatli Bag'at Avtosentr kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa 19-mart, ertaga xudo xolasa Ro'za hayiti. Hammani hayit bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bir qator mashinalarni obzor etib beramiz. Bir like'larni bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. 2009-yil oqshomgi ishda sotuvga keldi. 182 ming probeg yurtibdi. Mashinada tık etgan udar degan narsa umuman yo'q. 100% javob. Zang uchun kraska sepilgan. 182 yurgan metan toza qo'yilgan mashina benzinda yurgan. Bahası 25 milyon so'm ustida kelishib beriladi. Kredit olaman desangizlar, buna bir 15-17 milyon so'm beradi. Shunda 7 milyon so'm bilan chiqadi. Notarius esa addenni general devis bilan chiqarsa oladi. Oylik to'lov 900-950 ming so'mlardan chiqadi, 3 yilga chiqadi. Keyin 2023-yil Gentra yumshoq balon hamma narsasi bor. Podogreb, ABS, chexol, qimmat chexollari, parok, pokoleniya metal hamma vaji bor. Bahası 117 milyon so'm bo'lsa beramiz. Kredit olaman desangizda 1 so'm chiqadi, 4700 dan tushadi oylik to'lov, 5 yilga chiqadi. Kapital bankdan 38 ming probeg yurtibdi. Agar 15 milyon so'm pul kelsangiz 3 milyon 600 dan tushadi Kapital bankda. 2023-yil. Kraskasi aş ishkin teyinde Petno kraskasi bor. Başka 100% cevap. 2023 ağırı. 2020-yil mexanik koboltumuz kapot, taze kapot koyulgan 68 ming probeg yurtibdi, metan gazları bor. Başka yerler 100% garanti radnoy. Bahası 110 milyon so'm egadan mashin. 4 tane yumshoq balon, metan hamma o'zlari bor. Kredit alaman desangizlar 29 milyon so'm bilan hamma ishlangiz bitadi. Oylik to'lovi 3 milyon 400 ming so'mdan 4 yilga chiqadi bu 2020 bo'lgani uchun. Keyin 2023 Jack M4 pul topar mashinalardan 11 adamlik 2 tane 50'lik propan gazları bor. Zimni balonlar ham tayyor. Kraskasi absolut radnoy. Mexanika 2'lik motor. 140 ming probeg yurtibdi. Maşının bahası 170 milyon so'm. Kredit alaman desangizlar 1 so'm chiqadi. 1 so'm pul chiqarmaysizlar. Kelasizlar 1 so'msiz buni ketasizlar. Oylik to'lovi 5 milyon 400 dan, 5 milyon 600 dan 4 yilga chiqadi ekan bu. Yana bir narsa aytib o'taman. Yakka tadbirkor ochiladi ekan bunga. Yakka tadbirkor ochib, mashina oldi sotdi oladi, garov qo'yib pul chiqarib berilar ekan. Ana propanlarni hamma o'zlarini aytdik. Bahası 170 milyon so'm. Naq olsa ustidan 1 so'm yarim so'm kelishib beramiz. Barter variantimiz ham bor. Chertak bilan beramiz yana. 2016-yil Nexia 3 Medigallar ham boyina full o'tib ketsam chalib turibdi. 127 ming yurgan Petno kraskasi bor parog'inda. Metan gazlari bor, klaplar ochilmagan. Ravan eksport variant podogreb sidini hamma vaji bor. Bahası 72 milyon so'm. Kredit alaman desangizlar 10 milyon bilan chiqadi ekan. Oylik to'lov 2 milyon 700, 2 milyon 200 dan 3 yilga chiqadi ekan. Metan gazlari hamma vaji bor. 2016-yil Ravan. Burası beraberizlar. Keyingi Malibu 2'miz 1.5 polni primer etilgan, LDZ polni primer qilingan yine. Görürseniz mümkün. Şu padyupkalar ham qo'yilgan yine. Yarimdori hamma Partronik, Saktronik hamma bor. Falcon yumshoq balonlar qo'yilgan, 82 ming probeg, halol uzun probegi. Kraskasi absolut radnoy. Tonirovkaga 20-25 kun razresheniyasi qolgan. Ana Ariana yoz 412 ming so'm bilan yana razresheniya olaverasizlar. 3 oylik edi. Mashinada propan 65'lik propan gazlar bilan jihozlangan. Motorlarni umuman kuchli degan emas. Bahası 235 milyon so'm. 35 milyon so'm bilan kreditga chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 7 milyon 200 ming so'mdan tushadi. Barter variantimiz ham bor. 2020-yil primer qilingan polni. Keyin Haval M4 paket yumshoq balonlar qo'yilgan, tonirovka iyul oyinacha razresheniyasi bor. 2024-yil Euro 2 euro. Tumanka Parktronik hamma vaji bor. Sport, Eco, Normo, Avtotormuz hamma vaji bor. Haval M6'ni eng fullundan bir eldingi pozitsiyasi. Bahası 210 milyon so'm.
Salonda baxası 262 milyon so'm ekan. Kredit alaman deseniz de 78 milyon bilen çıkardı bu. Aylık to'lovi 3 milyon 900 ming so'mdan çıkardı. 5 yilga çıkardı bu. Malibu 2 4 yilga çıkardı. Şuna aytib 20-yil bo'lgani uchun. Bu 5 yilga çıkardı. 4 milyon so'm pachti 4 milyon so'mdan tushadi. 2025 Midnight salon baxası 155 300. Birinchi nomerli alınan maşin benzinde 145 milyon so'm baxası. 3,5 ming probeg yurib turibdi maşin benzinde. Kredit alaman desengizlar 16 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 milyon so'mdan tushadi. Notariusga esa dinli. Keyin shuni tayyori bor. Choka Svet 2025 bor. Archa balon tayyorlovkalar shena Mejigar 909. Chixol polik pakalina metan. Hamma vaji bor. 23 ming probeg yurib turibdi. Maşinin baxası 147 milyon so'm. Kredit alaman desengizlar bam 16 milyon bilan chiqadi. Aylık to'lovi 4 milyon 200 ming so'mdan chiqadi. 5 yilga chiqadi bam. Keyin Largus 2018 kraskasi Rodnoy Cross bu. Polni Vesta motor bo'lgan Renault bosilgan hozir. Renault dokumentalni hamma vaji bez nomer aytilgan. Tele to'shalib polik, yana shunday nakitkalar qo'yilgan. 3 tane 30 metan gazi bor. Buni polni elektro sistemasi, tok yo'llari, ya'ni korobkasi hamma yeri Renault aytilgan. 268 ming probeg yurib turibdi. Bahası 115 milyon so'm. 2018 Cross. Endi Largus 2021 toza morda ko'rishingiz mumkin. Cross emas bu Largusning o'zi 7 mesta bam bam. 138 ming probeg yurib turibdi. Propani bor. Alüminyum svet. Toza morda. Bahası 140 milyon so'm üstünde gelişib beriladi. Buni kredit sistemasi gelsengizda mashinani olib borib baholatib shunga qarab kredit chiqarib beradiganlar. 70, 75, 80 milyongacha chiqarib beramiz dedilar. Ana o'zingiz hisob kitob etasizlar. 80 milyonning kreditini gelsangizda grafiklarni chiqarib beramiz. Bunga ikkisini ham barter bor. Yana kredit sistemasi bo'lsa gelsangizda kreditdan chiqarib beramiz. Malibu 1 2014-yil balonlar sostenesi zo'r. Mexanika lyuki bor. 2014 evakor poliklari, elektronik sidina, pakalina metan gazlari bor. Mashin 193.800 kilometr yurib turibdi. 2014 tex pasportdan. Mashinning bahası 115 milyon so'm. Generalni deviniz deseniz, generalni deviniz ham chiqadi. Bunga 80-85 milyon so'm kredit beradi. Shunda gidadi 25-27 milyonlar bilan chiqadi. Aylık to'lov 5 milyon 600 dan 3 yilga chiqadi. Kimga qiziqarli bo'lsa, bosib beraverasizlar. Sotiladigan mashinalarınız bo'lsa, bemalol kelishingizni tavsiya etamiz. Shu yerda reklama aytib, besplatniy bizga sotib berish. Telefon raqamlarimiz 94 114 23 88 97 091 23 88 ga telefon urib kelaverasizlar. Adresimiz Hazar tarafdan kelaverishda Diamond Cafe Mol bozori svetoforni o'tasizlar 200-300 metrdan keyin o'ng qo'lda bo'ladi. Milliy gvardiyaning to'g'risida. Urganch tarafdan kelsangizlar, bag'atning shu quruq svetofordan katta quruq svetofordan o'tib 500-600 metrdan chap qo'lda bo'ladi. Bir like larni bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar deb umid etamiz. Hammaga omad, rahmat, sog' bo'ling.